Psixologik ehtiyoj nima? Psixologik ehtiyoj bu insonning ichki ruhiy ochligi, ya'ni ichki muvozanat, xavfsizlik, muhabbat va ma'no topishga bo'lgan tabiiy intilishi. Bu ehtiyojlar faqat tana uchun emas, ruh va ong uchun oziqdir. Masalan, tananing ehtiyoji ovqat, uyqu, suv. Ruhning ehtiyoji muhabbat, qadr, tinchlik, ma'no. Amerikalik psixolog Abraham Maslow inson ehtiyojlarini 5 darajali piramida shaklida tushuntirgan. Har bir yuqori bosqich pastki bosqichlar qondirilgandan keyin faollashadi. Birinchisi, jismoniy ehtiyojlar, fiziologik. Bu hayot uchun eng asosiy ehtiyojlar: ovqat, suv, uyqu, nafas olish, sog'lik. Agar bu ehtiyojlar to'lmasa, inson ruhiy o'sishni his qila olmaydi. Bu tana tirikligi bosqichi. Ikkinchisi, xavfsizlik ehtiyoji. Inson o'zini xavfsiz, barqaror va himoyalangan his qilishni istaydi. Bu nafaqat jismoniy, balki ruhiy xavfsizlikni ham o'z ichiga oladi. Masalan, ishonchli uy, doimiy ish, barqaror munosabatlar, ichki osoyishtalik. Bu ichki barqarorlik bosqichi. Uchinchisi, muhabbat va tegishlilik ehtiyoji. Inson ijtimoiy mavjudot. U sevish va sevilish, jamoaga tegishli bo'lish, do'stlik va yaqinlikni his qilishga muhtoj. Bu ehtiyoj to'lmasa, insonda yolg'izlik, tashlab ketilish qo'rquvi, ichki bo'shliq paydo bo'ladi. Bu qalb iliqligi bosqichi. To'rtinchisi, hurmat va o'z qadrini bilish ehtiyoji. Inson o'zini qadrli, foydali va muvaffaqiyatli his qilishni istaydi. Bu ehtiyojga quyidagilar kiradi: boshqalarning hurmati, o'zini qadrlash, muvaffaqiyat hissi, o'zini foydali his etish. Agar bu ehtiyoj to'lmasa, odam o'zini kichik, keraksiz his qiladi. Bu men kimmanni his qilish bosqichi. Beshinchisi, o'zini ro'yobga chiqarish ehtiyoji. Bu eng yuqori daraja. Inson endi faqat yashash emas, ma'no bilan yashashni istaydi. Bu bosqichda u o'z qobiliyatlarini ochadi, ijod qiladi, boshqalarga foyda keltiradi, ruhiy o'sishni izlaydi. Bu men kimman va nima uchun keldim bosqichi. Zamonaviy psixologlar Maslow piramidasini kengaytirishgan. Ular insonda yana nozik psixologik ehtiyojlar ham mavjudligini aytishadi. Bularning birinchisi erkinlik ehtiyoji. O'z fikrini aytish, o'z yo'lini tanlash, mustaqil qaror qilish. Bu ehtiyoj to'lmasa, inson o'z hayotini boshqalar orqali yashay boshlaydi. Ikkinchisi sevgi va bog'lanish ehtiyoji. Bu yurak darajasidagi ehtiyoj. Inson chin dildan sevilishni, tinglanishni, qabul qilinishni xohlaydi. Bu ehtiyoj to'lmaganda sovuqlik, hissiy to'siqlar yoki haddan ortiq bog'lanish paydo bo'ladi. Uchinchisi ma'no va maqsad ehtiyoji. Ruhiy o'sish uchun inson nima uchun yashayapman degan savolga javob topishi kerak. Ma'nosiz hayot charchoq va tushkunlikka olib keladi. Bu ehtiyoj to'lganida esa inson kuchli, sokin va ishonchli bo'ladi. To'rtinchisi o'sish va rivojlanish ehtiyoji. Inson tabiatan o'sishga intiladi. Bilim, tajriba, ong, ruhiy kengayish orqali. Bu ehtiyoj to'lmasa, inson hayotdan zerikadi yoki turg'unlikda qoladi. Beshinchisi, hissiy barqarorlik ehtiyoji. Bu ichki tinchlik,
balans, uyg'unlik. Inson yuragida osoyishtalikni his qilganda u quvvatli, ijodkor, sog'lom bo'ladi. Chunki har bir hissiy holat, har bir mojaroda qondirilmagan ehtiyoj yotadi. Masalan, jahl bu eshitilmagan ehtiyoj. G'am bu yo'qotilgan bog'lanish ehtiyoji. Qo'rquv bu xavfsizlik ehtiyoji to'lmaganini bildiradi. Shuning uchun odam o'z ehtiyojini tushunsa, u o'zini davolay boshlaydi. Xulosa: insonning psixologik ehtiyojlari jismoniy tiriklik, xavfsizlik, muhabbat va tegishlilik, hurmat va qadriyat, o'zini ro'yobga chiqarish, erkinlik, ma'no, ruhiy tinchlik. Bu ehtiyojlar qondirilganda inson ichki uyg'unlikka erishadi. Yashash emas, baxsh etish holatiga o'tadi.